Dede kuzugu aldım. Ya mana desa Oltay. Nimadan yetdingiz buni? Prosta sotib oldim. Bobda uyga kir, jim o'tirgan olma, men ishga ketolman. Dede siz bilan ishga boray, mashina minishni o'rgatib ketasiz. Ya, mumkin sen uyda o'tir, olma. Boray. Yo'q, hayır. Boray. O'tirma, ya. Sekin, sekin Oltay, sekin. Ya dede to'g'rimizdan mashina kelyaptimi? Hoy, stress ko'pirsin, to'xta. Dede shuncha yosh bolaga boshida berib bo'lmaydi-da. Poqimga o'tirib olding, bo'lmasa aql ishini qilib. Seversin onani, seversin Dede emas, sonsalar 3-burchak emas. Bunday dumalab. Sen kuymading. Somsada merjigar nima qilyapti? Dede, mashinangiz qizib tursin dedim-da. Assalomu alaykum. Kim somsani yarimta tishlab ketdi? Ha, o'g'lingiz-da? Aka, men dadam Jizzaxdagi tandirchada ishlaydi. Somsalari shirin, 3 xil somsa yopadi. Jizzax shahariga dastavka tekin. To'y va marosimlarga ham somsalar yetkazib berishadi. Siz dadangiz unaqa emas. Voy bolam, tirikmisan? Dada bitta somsa qolib ketibdi.